Assalomu alaykum barchaga. Meni ismim doktor Jamshid. Ushbu videoda men bo'g'im og'rig'idan, asosan tizza og'rig'idan shikoyat bildiradigan odamlarni shu kasallik to'g'risida bilimlarini bir qancha oshirmoqchiman. Bundan maqsad inson o'zini kasallikni kelib chiqishini qanchalik yaxshi anglasa, shunchalik noto'g'ri metodlarni kasallikni davolashda qo'llash ehtimolligi kamayadi va bemorlarni davolashdan olayotgan natijalari birmuncha yaxshilanadi. Bundan tashqari, shifokor tomonidan beriladigan tavsiyalarga amal qilish ham bemorlar tomonidan ancha ortadi. Shunday qilib, tizza og'rig'i asosan yoshi katta bo'lgan odamlarda uchraydigan surunkali kasallik hisoblanadi. Ushbu kasallik yallig'lanish bilan, yallig'lanishga javob reaksiyasi sifatida biriktiruvchi to'qimani hosil bo'lishi bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Xo'p, ushbu kasallik nima uchun aynan tizzada kelib chiqadi va nima uchun aynan yoshi katta odamda kelib chiqadi degan savollarga javob berish uchun biz bo'g'imni strukturasiga e'tibor qaratsak. Tizza bo'g'imi yuqori tomondan son suyagi va pastki tomondan katta boldir suyagini boshchasini o'zaro qo'shilishidan hosil bo'ladi. Va inson tanasi vertikal holatga o'tganda tana massasi mana shu tizza bo'g'imlariga tushadi. Ikkalasi ham suyak a'zo bo'lganligi tufayli suyaklar bir-biriga ishqalanishni kamaytirish maqsadida maxsus himoya a'zolari mavjud. Ushbu himoya a'zolariga biriktiruvchi to'qimalarni hosil qiladigan xondrotsitlardan tashkil topgan menisklar, ya'ni menisk yostiqchalar deb aytadi, mana shu ikkala suyakning yuzasida joylashgan bo'ladi. Undan tashqari, mana shu bo'g'im suyuqligini hosil qiladigan sinovial suyuqlik va bevosita suyaklarning yuzini qoplab turadigan maxsus parda periost hosil qiladi. Mana shu uchala struktura tizza bo'g'imiga keladigan yuklamani kamaytirib, xuddi avtomobildagi amortizatsiya vazifasini bajarib beradi. Lekin shunga qaramasdan inson harakatlangan paytda, turli xil jismoniy harakatni bajargan paytda tizza bo'g'imida shikastlanish sodir bo'ladi. Xondrotsitlar nobud bo'ladi, ma'lum bir hujayralar nobud bo'ladi. Ularni o'rni yangisi bilan almashtiriladi. Bu jarayonni regeneratsiya yoki tuzatish jarayoni deb aytishadi. Sog'lom tizzadan shikoyat bildirmaydigan odamlarda shikastlanish va shikastlanishni tiklaydigan mexanizmlar o'zaro teng kechadi. Lekin tizza bo'g'imi og'riydigan, yoshi o'tib borishi bilan og'riqqa shikoyat bildiradigan odamlarda shikastlanish jarayoni yallig'lanishni tiklash yoki shikastlanishni tiklash jarayonidan ustunlik qiladi va natijada suyaklarda va suyaklar yuzasida bevosita bo'g'imning o'zida ikkilamchi o'zgarishlar sodir bo'ladi. Buni biz deformatsiya deb aytamiz. Xo'p, nega insonda yosh o'tishi bilan, aynan yoshi kattalarda bu kasallik ko'p uchraydi deydigan bo'lsak, yosh o'tishi bilan insonni harakati, ayniqsa zamon rivojidan borgandan keyin kamayib boradi. Inson harakati doimiy ravishda kamayib borgandan keyin bo'g'imlarning atrofidagi mushak massasi kamayadi. Mushak massasining kamayishi bo'g'imga keladigan yuklamani ortqizib yuboradi. Demak, mana bu yerda men asosiy mexanik faktorlarni keltirib o'tganman. Ya'ni birinchisi bu mushak massasining kamayishi ekan. Bo'g'im atrofida mushak qancha kam bo'lsa, barcha massa bevosita bo'g'imga o'tib ketadi va bo'g'im ko'proq shikastlanadi. Ikkinchidan, bu semizlik. Osteoartrit deb aytadigan yoki artroz deb aytadigan ushbu kasalligimizda semizlik, o'zi tasavvur qiling, 100 kilogramli 60 yashar odam va 60 kilogramli 60 yashar odam tursin. Ikkalasi bir xil harakatni, bir xil yuklamali ishni bajarsin. Bu holatda albatta 100 kilogram vaznga ega bo'lgan odamning tizza bo'g'imiga ko'proq yuklama, ya'ni nagruzka tushadi. Bundan tashqari, semizlikda paydo bo'ladigan ko'plab adiposit, ya'ni yog' hujayralari yallig'lanish faktorlarini ishlab chiqaradi. Bularni adipokinlar deb aytadi. Yallig'lanish jarayoni qancha kuchayib borsa, bo'g'imlar shikastlanib boraveradi. Harakatning ko'pligi asosan yoshlarda ko'proq, lekin shu harakatga yarasha ularning tana massasi past va bo'g'imning atrofidagi mushaklari yaxshi rivojlangan. Shuning uchun bo'g'imda shikastlanish ehtimolligi kam bo'ladi va tizza og'rig'idan yoshlar kamroq shikoyat bildirishadi. Yosh katta bo'lgandan keyin esa mushak kam, ozgina harakatdan bo'g'imlarni kam bo'lsa-da shikastlanishga olib kelyapti. Endi qancha ko'p harakat bo'lsa, shikastlanish shuncha ko'p boradi. Bu xoh kam bo'lsin, xoh ko'p bo'lsin. Demak, kasallik rivojlanib borar ekan. Bo'g'imni nostabilligi. Bu asosan mana shu bo'g'imni hosil qiladigan xochsimon bog'lamlar, oldingi, orqa xochsimon bog'lamlar va menisklarni turli xil travmalar natijasida shikastlanishi, travmani o'tkazib tuzalib, keyin yana qayta travmaga uchrashi natijasida kelib chiqadigan holatlarni nazarda tutadi. Boshdan beri gapirib o'tayotganimiz bu asosiysi yosh hisoblanadi va genetikani ham ushbu kasallikning kelib chiqishda roli kattaligi aniqlangan.
Xo'p, keyingisi bu metabolik faktorlar. Metabolik faktorlar inson tanasida moddalar almashinuvi jarayonini sustlashishini nazarda tutadi. Ya'ni, shikastlangan hujayralarni tozalab olib tashlash, ularni o'rniga yangi hujayralarni hosil qilish, bo'g'im suyuqligini to'ldirish kabi funksiyalar ancha yosh o'tishi bilan kamayib boradi. Va jins, ya'ni erkak va ayollar orasida ushbu kasallik ko'p uchramaydi. 50-60 yoshgacha bu kasallik deyarli teng uchrasa, undan keyin, ya'ni ayniqsa 55 yoshdan keyin ayollar orasida ushbu kasallikni ko'p uchrashi kuzatiladi. Chunki klimaks vaqti kelgandan keyin ayollarda estrogen miqdori kamayadi va suyaklarning yemirilishi kuchayib boradi. Shuning uchun ham ushbu kasallik ayollarda ko'p uchraydi. Endi kasallikni ozmi ko'pmi tushunib oldik. Endi ushbu kasallikni boshqa kasalliklardan birmuncha farqlaydigan belgilarga e'tibor berish kerak. Buning uchun kasallik qanaqa kechishi to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Demak, birinchisi, bu asosiysi og'riq. Bemorlar og'riqni asta-sekinlik bilan boshlanib, yillar davomida kuchayib borayotganligini aytishadi. Ko'pincha og'riq bir tarafda boshlanib, ya'ni o'ng tizzada boshlansa, keyinchalik chap tizzaga o'tadi. Bunga sabab odam o'ng tizzasini ayash maqsadida og'rigani sababli chap tizzaga ko'proq yuklama berishni boshlaydi va mana shu sabab, ya'ni mexanik faktor sabab chap, ya'ni sog'lom tizza ham shikastlanishni boshlaydi. Kasallik bir qancha stadiyalarga bo'linadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi darajasiga bo'linadi. Qanchalik kasallikning stadiyasi ko'tarilib borgan sari bemorning shikoyatlari ortib boradi va bo'g'imlarning shikastlanishi shuncha kuchayib boradi. Kasallikning ilk belgilarida og'riqni ko'pincha bemorlar shifokorga bormasdan turli xil dorilar ichib yoki harakatni cheklab o'tkazib yurishadi. Harakat cheklanishi bo'g'im atrofidagi mushaklarni yanada kuchsizlantirib yuboradi va bu kasallikning yana tezroq rivojlanib borishiga zamin yaratadi. Bo'g'im kasalligini, ya'ni tizza bo'g'imini og'rishini boshqa sabablari ham bor. Misol uchun bakteriyali yallig'lanish bo'lishi mumkin yoki autoimmun, ya'ni immun tizimining noto'g'ri ishlashi natijasida kelib chiqadigan bo'g'im kasalligi bo'lishi mumkin yoki tanada turli xil metabolitlar, misol uchun sidik kislotani miqdori ortib ketishi natijasida ham tizza bo'g'imi shikastlanishi mumkin. Shuning uchun albatta tizza og'rig'ida birinchi bo'lib shifokor bilan maslahatlashish va tashxisni aynan sizda artroz yoki osteoartrit ekanligini aniqlashtirib olishingiz kerak va shundan keyingina to'g'ri davolash muolajalarini o'zingizda qabul qilsangiz foyda beradi yoki tuzalish ehtimoligi ortib boradi. Kasallik o'zi nima, uni qanaqa faktorlar keltirib chiqaradi degan savollarni qisqacha bo'lsa-da sizlar bilan ko'rib chiqdik. Endi kasallikni davolash usullari to'g'risida gaplashib o'tamiz. Hozirgi kunda tibbiyotda bir qancha usullar mavjud. Shularni keling men sizlarga gapirib o'taman. Demak, davolashda eng samarali va eng keng qo'llaniladigan, eng ziyoni kam bo'lgan va eng ko'p foyda oladigan usuli bu gimnastika. Ya'ni buni ruschasiga lechebная физкультура deb aytadi, LFK deydi. Bu gimnastikani asosiy maqsadi bo'g'imlarning atrofidagi mushaklarni asta-sekinlik bilan mustahkamlab borish va shu orqali bo'g'imni mexanik shikastlanishini kamaytirishga qaratilgan. Ikkinchisi, xondroprotektorlar. Xondroprotektorlar deb aytiladigan maxsus dori guruhlari bo'lib, ular tarkibida xondroitin sulfat yoki glikozamin glikanlarni saqlagan bo'ladi. Ushbu preparatlar turli xil nomlar ostida keng tarqalgan. Misol uchun Teraflex, Dona, Strictum. Bu dori preparatlari to'g'risida har xil fikrlar mavjud. Ba'zi bir shifokorlar bu dorini foyda beradi deb aytishadi, ba'zilar esa foyda bermaydi deb aytishadi. Nima bo'lgan taqdirda ham hozir tibbiyotda mana shu metod ham qo'llaniladi. Faqat bir qancha shartlarga rioya qilgan holatdagina ushbu dorilardan ma'lum bir effekt olish mumkin. Demak, misol uchun Teraflex dorisini oladigan bo'lsak, u kuniga 1000 mg aktiv modda tanangizga tushishi kerak. Ya'ni 2 kapsula yoki 2 tabletkadan 3 mahaldan ichiladi va davolash kursi juda ham uzoq davom etadi. Har 3 oy kursdan ma'lum bir pauzalarni olgan holatda bir qancha yillar davomida yoki bir nechta kurs davomida qabul qilish tavsiya etiladi. Keyingisi bu og'riq qoldiruvchi dorilar. Tizza og'rigandan keyin albatta og'riqni kamaytirish, bemorlarning diskomfortini kamaytirish maqsadida og'riq qoldiruvchi tabletkalar yoki bo'lmasam og'riq qoldiruvchi mazzadan foydalaniladi. Lekin shuni unutmaslik kerakki, og'riq qoldiruvchi dorilarni surunkali ravishda uzoq muddat va nazoratsiz ichish kerak emas. Tasavvur qiling, og'riq qoldiruvchi preparatlarni siz ichdingiz va og'riqni his qilmayapsiz. Albatta bu holatda siz nima qilasiz? Kundalik yumushlarni bajarishda davom etasiz va tizza bo'g'imiga mexanik shikastlanish, mexanik faktorlarning ta'siri ortib boradi. Chunki siz og'riqni his qilmayapsiz. Va bu
paradoksal ravishda, ya'ni siz o'zingizni yaxshi his qilsangiz ham tizza bo'g'imingizni shikastlanishini kuchayib borishiga olib keladi. Chunki siz oldingidek tizza bo'g'imini ehtiyot qilmayapsiz. Keyingi davolash usullaridan biri bu fizioterapiya hisoblanadi. Fizioterapiya kasallikni aktiv davrlarida, juda ham kuchli og'riq bo'lgan paytlarida yoki bo'g'imni ichida ko'p suyuqlik to'plangan paytda, ya'ni yallig'lanish fonida kelib chiqadi. Shu yallig'lanishni kamaytirishga imkon beradi. Buning uchun lazer terapiya yoki magnit terapiyalarni qo'llash ko'pchilik bemorlarda yaxshi samara beradi. Va yana keyingi samarali metodlardan biri bu bo'g'im ichiga inyeksiya qilish. Bo'g'im ichiga bevosita inyeksiya qilish maxsus mutaxassis tomonidan amalga oshiriladi va bu maqsadlarda turli xil preparatlar ishlatiladi. Misol uchun, gormonal preparatlar, glukokортикостероидlar deb aytiladi. Gialuron xondra yoki gialuron kislotani dori ko'rinishidagi mahsulotlarni inyeksiya qilish mumkin yoki hozirgi kunda urf bo'layotgan yoki yangi metod sifatida tanishtirilayotgan odam o'zini plazmasini ajratib olib, uni tizza bo'g'imiga inyeksiya qilish metodlari bor. Shuni unutmaslik kerakki, har bir preparatni jo'natishda ma'lum bir shartlarga rioya qilish kerak. Mana misol uchun, bo'g'imning ichida o'zi shundoq ham yallig'lanish jarayoni kechib, u yerda ko'p suyuqlik bo'lsa, hech qanaqangi holatlarda gialuron qilish mumkin emas. Buni xalq tilida yana moylash, ya'ni tizza bo'g'imini moylayman deydigan narsa deb ham aytiladi. Shuni bilish kerakki, gialuronni faqatgina bo'g'im ichida suyuqlik juda ham kamayib ketganda, suyaklar bir-biriga ishqalanib yotgan paytda qilish mumkin va qilish kursi, davomiyligi, qaytarish davomiyligi individual holatda belgilanadi. Ko'pincha 2 tadan 6 tagacha bo'lgan kursda bo'g'im ichiga inyeksiya qilinadi va samaraliligi o'rtacha 6 oy. 6 oydan 12 oygacha bo'lgan muddatda bemorning individualligidan kelib chiqqan holatda ushbu preparatlar yordam ko'rsatadi. Bordi-yu, bo'g'im ichida yallig'lanish ko'p bo'lib, suyuqliklar ko'p bo'ladigan bo'lsa, unda gormonal dori vositalari inyeksiya qilinadi. Plazma terapiyani foydasi to'g'risida har xil fikrlar mavjud. Ya'ni aniq plazmani qilish tizza bo'g'imi kasalligida yordam beradi deydigan bir kelishuv yo'q. Shuning uchun hammaga yoppasiga plazma qilish unchalik tavsiya qilinmaydi. Xo'p, keyingisi dieta. Vrachlarga ma'lum bir dietani qilish osteoartrit kasalligini yo'q qilib yuboradi yoki kamaytiradi deydigan bir ma'lumot hali aniq emas. Lekin shunday bo'lsa-da, ovqat tarkibida osh tuzini iste'molini kamaytirish hamda konserva mahsulotlarini iste'mol qilishni kamaytirish osteoartrit kasalligida birmuncha foyda berishi barcha shifokorlar tomonidan ma'qullanadigan metodlardan biri. Shularni unutmagan holatda o'zingiz sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Bordi-yu, siz tizza bo'g'imi og'rig'idan yoki boshqa bo'g'imlarning og'rig'idan shikoyat bildirayotgan bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Agar siz videoda foydali ma'lumotlarni olgan bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling, videoga like bosing va kerak bo'ladi deb o'ylagan odamlaringizga ushbu videoni yuborib qo'yishni unutmang. Shuni bilingki, biz osteoartrit yoki artroz deb aytayotgan kasalligimiz faqat tizzada emas, balki boshqa bo'g'imlarda ham kuzatilishi mumkin. Misol uchun, qo'lni bo'g'imlarida, umurtqa pog'onasida artroz yoki osteoartrit kuzatilishi mumkin, son chanoq bo'g'imida va hokazo. Har bitta harakatlanadigan bo'g'im borki, u yer osteoartrit yoki artrozga uchrashdan xoli emas. O'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.